Assalomu alaykum qadrli anglag'uchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir podshoh navrisi bilan sayli qilyotsa, bir qalandar uningga ta'zim bijo qilib, hurmat bildiribdi. Podshoh darhol qadamini to'xtatib, uningga bakrak egilib salom beribdi. Navrisi taajjublanib, qalandarga shunchalik hurmat qilgan bormi? desa, podshoh javoban: Balam, qalandarning davlat boshqaruvchidan adab axloqli bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman degan ekan. Shundoq do'stlar, men nihoyat munavvar yaxshi odam bo'lganim uchun meni boshqalar hurmat qilyotdi deb o'ylab qolmang. Bilishingiz kerakki, boshqalar esil axloqqa ega bo'lganligi uchun sizni hurmat qildi. Esil kishilar boshqalarni doim hurmatlaydi. Mana buni saviya va sapo deymiz. İnson kibrlik bilan yashamaslik kerak. Bandaning beshiga ming bir qismatlar keladi. Bugun ot minganlar ertasi piyoda qoldi. Qushqosh hayot vaqtida qurutni yesa, qushqosh o'lgandan keyin qurut qushqoshni yeydi. Bu bir mangulik haqiqat. Şu kadar abucan bulunki, sizni tishlab olgan ishmo bir ömür o'z tishidan nafratlansin. Shundoq esil yashanki, siz bilan tanishgan har bir inson taqdirim emas, ta'lim deb bilsin. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalımızga mushtari bo'ling.